Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, bugun yana diydorlashdik. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Balkim deymizmi, kallanglar o'rnab ketdi deyman. Har kuni atigan Beijing vaqti soat 10 da sizlarning huzuringlarda bo'lib atgan, yangi kuylari bilan dehqonlarni tatiyotgan Xinjiang Sabah madaniyat taqdi cheklanish shirkati yangidan yo'l qo'ygan Sabah kuy programmamiz yana huzuringlarda. Har kuni biz aziz mehmonlarni taklif qilish orqali ularning yangi ijodiy kuylari va yangi kuylari orqali sizlar bilan diydorlashib keldik. Albatta bizning Sabah kuyimiz har qaysi tashviqot vositalarida ko'rsatilgandan so'ng yana shu kunki aziz mehmonimizning o'zining Wang Yun muzik qutisi orqali shu vaqtning o'zlam yana dehqonlarda bo'layotdi. Shunga qadrli do'stlar, har kundagi attiganlik vaqtinglarni bizga ajratganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizmi ham sizlarga azroq bo'lsa-mu ma'niylik beralganimizdan o'zimiz xursandmiz. Endi sahnamizga bu guldek echilib turgan qizni balkim nurg'un do'stlarimiz ko'rib lam toniy oldinglarga deyman. Ayni vaqtda endi mening esimda qolgan shu Ranjimigin amdi meningdan amdi, to'g'rimi? Ashtaqmi? Ashnaqshingiz bek esimda qolgan chunki burunmi biz shu ziyorat qilgan vaqtimizda mushnaqchilaringiz haqida paranglashgandik. Men bekchiqga ketdim. Endi siz bir salom yo'llaylar. Qani Nazgul sizga salom. Rahmat. Salam Sabah kuyi ekran oldidagi barliq aziz ko'rmanlar, hammalarga men naqshchi do'stinglar Farg'ona olimdan o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat, qarshi olamiz. Farg'ona ayni vaqtda shu ay dehqonlar degan shu naqshingizni bek yaxshi ko'rdik. Keyin Andranjimigin degan naqshingiz chiqdi. Shu naqshlarni o'qig'im xeyli uzun bo'lib qopti. Xeyli bo'ldi ya. Endi bugungi shu sahnamizda bir yangi kuyingizga taqozo bo'lib turibdimiz. Bugun qaysi naqshni aytmoqchi? Bugun Muhammed Ro'z Yarqin ustozning teksti Jurat Tursun ustozim akamdanki muzikasi bo'lgan Hayot nomli naqshini olib keldim. Endi hozir biz mana o'sha yangi kuylar mujassama bo'lgan Sabah kuy sahnasida turyapmiz. Hozirgi hissiyotingizni bilib boqingba. Shunda xo'sh bo'ldim. Bu bir umoq sahna, chiroyli bir programma, ahamiyatlik bir ko'rmanlar bilan nihoyat ahamiyatli bir diydorlashish bo'ldi. Ham bizgimi yangi naqshlarimizni davomli ijro qilib turishga, o'zimizni sahnada xalqimizga ko'z tutib turishga nihoyat yaxshi bir fursat yaratib beribdi. Shunda xo'sh bo'ldim men. Shu munosabat bilan shu programmani yo'lga qo'ygan Sabah kuyi programma guruhiga, Sabah kuyidagi barliq azizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Shu topda balkim sizlar o'xshash hissiyat bo'layotgan nurg'un naqshchi san'atkorlarimiz bo'lishi mumkin. Sizlarni albatta biz mana shu yangi kuylaringlar orqali shu sahnada saqlaymiz. Bayatın hayot degan naqshini aytmoqchi bo'lib qoldingiz. Demak, hamda shu naqshlarninki ijod qilinishi yoki o'qilishimi bizningki o'zimizning pishbitlishimiz bilan munosabat ekan deb qoldim. Masalan, yoshga kichikroq vaqtlarda asosan bevosita muhabbat tariflanadigan yoki balalik tariflanadigan shunday naqshlar esimizga keldi ekan. Bag'ansir pishib yetilib, hayotda har xil ishlarga yo'liqqandan keyin hayot haqida so'zlaydigan bir xil. Shundaqmi? Ig'ir bisi ashta bo'lib qoldi ekanmiz. Balki shularning mujassimi sifatida sizning hayot degan naqshingiz o'tirg'i chiqqan bo'lishi kerak deb o'yladim. Amsa hayot temizdagi bu naqshidan birlikda bahramlanaylik. Qani
yaşnısın çiçek Hoşallıqdan çok tepsun yürek Bu hayatın armanları köp Külüp baksın bana her tilek Külüp baksın bizge her tilek Asmeyninde kuzgun uçmasın Bu hayatın bahar göçmesin Bana amet yar bulsun mengü Baxıt şami yansın üşmesin Baxıt şami yansın üşmesin Rahmat Farg'ana, bu bir chiroyli naqshi bo'lib bitibdi mana. Rahmat sizlarga. Bo'lib menda shu sabak uyimizning sahnasida bu naqshni o'rlab balkim sizmi hayajonlandingiz, ko'rayotgan ko'rmanlarmi shunda xush bo'ldi deb o'ylayman. Buniki yana yangi naqshlaringizni saqlaymiz. Qancha vaqt saqlasak bo'lar? Uzoq saqlatmayman bu qitim. Bo'ldi biz ham shunga tilakdosh. Endi bizniki shu programmamizni har qitim qo'llab kelayotgan nurg'un korxonchilar bor endi shularning ichida bu haftalik programmamizni qo'llagan Xinjiang Qilana Biopan Texnik chekish shirkatining nurg'un mahsulotlarini tizib qo'ydik. Mumkin bo'lsa siz bir ishlatib ko'ring. Bo'ladi. Farg'ana hamda sizga ham bugungi shu tomoshabinlarga tavsiya qilib qo'ydig'im. Endi shu Qilananinki mandaq Jinhua deb qo'yamiz, ilqi yoshlik javhari deb chimda Jinhua chiqibdi. Buningki hamda ham materiali import qilingan ekan. Buning haqiqatan hamda ko'p ajr singdiribdi, chunki ham shu o'ralmalardan qarasak ham bir xil jinji yaxshi chiqibdi. Endi nurg'un do'stlar shu Jinhuani mayli qaysi markadan bo'lsin, endi ishlatishning pek zaruriyat yo'qmikin deb o'ylab qoldi ekan. Siz qanday o'ylaysiz? Men burun shunda o'ylaydim. Bu yaqin yillardan buyon rasli haqiqatan bu Jinhuaning bek muhim ekanligini his qildim. Masalan, suvni berib bo'lib, andan ruyen berib bo'liblar. Masalan, shu Jinhuayan bersak, shu oldida berganlarimizning hammani quluplab turdi. Uningki eng muhimi shu terni elastikligini texmi oshirdi emasmi? Buning o'zi kvant texnikasi qo'llanibdi. Shunlashqa hamda buningki unumdorligimi yuqori ekan. Do'stlar, hamsa sizlarning ishlatib beqishinglarni tavsiya qildik. Farg'ana hamsa o'zingizning bayonotdan qiladingizda, ching turing. Cho'qim. Ansa yangi kunlaringiz bilan yana shu sabah kuyi sahnamizda ko'rishgaymiz. Qadrli do'stlar, bugungi kuylarimiz sizlarga zo'r beraldimi? Undaqda aytib kuyimiz texmi nadir. Atki programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.